Qachongacha bir tiyinga qimmat odam bo'lib yuramiz? Akrami ko'rdingmi? Mo'shalarni o'lib, o'ylarni qurib tashlaydi. Biz ham quramizmi? Uni havas qiladigan bola bo'ldi. Haqiqatda qilish kerak. Bu bekorchilar. Yerdan bitchi menga. O'zi mashg'ulsiz. Kashni chekishadi. Aytmabsan-da, bir pachka sigaret ham oladi. Boylik qilma, bu Venisni chekmayman, ammo normal sigaret chekmasa. Siz so'rab chekasiz. O'shani ham tashib olgan. Qani o'g'il qilib. Nega? Hechmi? Ishda bo'libdimi? Qalay? Yaxshi. Kecha ishga bordim degan. Hali 4 million pul beribdi. Shuncha qog'oz olib chiqyapti. Qamaymanmi? So'zi kelaman, o'ga deb chiqib ketdi. Sizchesiz? Borsam 4 million, 3,5 million oylik qilib beraman. Bir kishini ashuncha pulga qo'liga qarab ishlayman ben. Kerak emas. Bunaqa ishlayman. Sizlar 3 million oylikni mensimasdan yurgan paytingizda sizlardan kichkina bolalar o'sha 3 million bilan ishlab qancha ishlaga o'rtganini bilasizlarmi? Sen 4 million pulni mensimabsan, mashinchi ish buyuribdi deb. Mana yerda o'tirganda biror kishi beribdimi o'sha 4 million pulni? Mana doim qizlarning puliga yashab yuradi. Kamiga o'zidan kattami bilmayman, bir yonma-yon yurganda opa-singilga o'xshaydi. Nima basharani burishtiribsan? Sen gapirdimi, nima past qarab o'lsa? Bu Instagramni ko'ylab o'tirib, qanaqadir motivatsiyalarni ishda o'tirgandan foyda yo'q. Erkak kishi uchun cho'ntagida pul tugadimi, o'shani o'zi motivatsiya. Hayot tarbiyalab qo'yadi. Video ko'rib o'tirib motivatsiya olish shart emas. Mana suvni ichib, kallani ishlatib, ertadan ishga chiqing sizga maslahatim. Sog' bo'ling. Bu ham aqlli. Qach chaqirma shuni tushundingmi? Bu ham to'g'ri gap gapirdi. Bu ham haqda, haqiqat. Stop. Ikkita bilganingni qil. Biznesmenlar tushundingmi? Sog' bo'l. Bekor qildi endi. Afsus chekasan.